Charchoq, diqqatni tarqoqligi, stressdan charchadingizmi? Ertalab uyg'onasiz, qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bir tonna, hammasiga yelasiz, yugurasiz, ulgurishga harakat qilasiz va kunimizni menimcha 80% ni avtopilotda o'tkazamiz. Hamma joyga ulgurish kerak, hamma joyga chopish kerak. Ertalab bitta qahva ichib olamiz. Obedda energiya уже nolga tushib ketadi. Yana qahva ichamiz, energetikli ichamiz. Lekin qahvadan olingan energiya, energetiklardan olingan energiya bu qarzga olingan energiya hisoblanadi. Va bu narsalarni o'rniga rostdan ham sizga faqatgina kognitiv miyangizni mental foydalariga, tam pluslariga ega emas, balki physical body'sga ham foyda beradigan 3 kunni o'zida siz уже katta natijani sezishni boshlaysiz agar to'g'ri qiladigan bo'lsangiz. Va 4-kuni uyg'onganingizda badaningiz qanaqadir сопротивление qilmayapti. Kun bo'yi bo'ladigan odatiy stresslarga ham qanaqadir oldinga qaraganda chidamliroq bo'lib qolgansiz. Ko'proq kulishni boshladingiz, atrofga ko'proq ahamiyat berishni boshladingiz va hozirgi momentda yashashingiz foizi kuniga masalan 100% bo'lsa, uxlash, boshqa narsalarni olib tashlaydigan bo'lsak, uzayganini sezasiz. Boshqacha so'z bilan aytganda, hayotingizni kачествоsi, mana shu badanda yashashingiz komfortliroq bo'lib qoladi. Xullas, taxminan 2 yil oldin NSDR, non-sleep deep rest, buni o'zbekchada uyqu bo'lmagan chuqur dam olish holati deb atashadi. Uyqu bo'lmagan chuqur badaningizni, miyangizni dam olish holati. 2 yil oldin mana shu narsa neyrobiologiyada uyqu bilan shug'ullanadigan olimlarning orasida, umuman miyani hakerlari orasida judayam nima deydi, modaga aylangan, judayam trendga aylangan, hamma qiziqib ishlatishni boshlagan bitta neurohack hisoblanadi. Miyangizni hack qilish yo'li hisoblanadi. Men bu narsani fevral oyida qilib ko'rdim, chunki dopamindan 10 kunlik detoks qilgandim va hozirda Telegram kanalimda talabalarimga ham, obunachilarga ham shu detoks qilishiga yo'l yo'riqlar ko'rsatib, qanaqa qilinadi. Agarda sizda birinchi navbat agar bu videoni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, nima bo'layotganini tushunmayotgan bo'lsangiz, bu yoqda biz miyamizni qaytadan o'sha oldingi hayotdan zavqlanib, kunni kutib, qani tezroq ertalab bo'lsa edi. Обычно bizda nima bo'ladi? Ertalabmi? Yana uyg'onish kerak, yana voqli turish kerak, yana o'qishga borish kerak, yana o'sha ishlarga borish kerak deb biz ko'pincha negativ holatda badanimiz сопротивление qilib uyg'onamiz. Yoshligimizda bo'lsa uxlaydi desangizdami? Bog'chada uxlaydigan paytda juda ham yomon ko'rardi. Esingizda bo'lsa, bizga bog'chapalar aytishardi. Hali katta bo'lganingda zor bo'lasan shu uyquga deb. Bog'chapalarimiz, ota-onamiz haqiqatan ham gapirgan gapligi rost bo'lgan ekan. Lekin vaqt o'tishi bilan nima bo'ladi? Yoshimiz katta bo'lgandan keyin biz uyquga zor bo'lib qolamiz. Uyqu juda ham kerak bo'ladi. Dam olgimiz keladi. Ayniqsa hayotingiz juda ham hektik bo'lsa, juda ham ko'p narsalarni oldingizga plan qilib qo'ygan bo'lsangiz, ham sport, ham pitание, ham ingliz tilini o'rganish, ham bola chaqa, masalan, yoki ishlayapsiz, universitetga boryapsiz, magistraturdasiz, hayotga to'ymaydigan bandek inson bo'lsangiz va hamma narsaga ulgurib, qaysidir momentda sizda sensitivity tushib qolganini, hayotga bo'lgan qiziqishingizni pasayganini his qilishingiz mumkin. Va aynan shunaqa odamlar uchun agar siz talaba bo'lsangiz, o'rganayotgan narsalaringiz qanaqadir yopishmayapti-da, bilim qolmayapti sizda. Tez unutib yuboryapsiz. Yoki o'zingizni anchadan beri qilishingiz kerak bo'lgan narsalarga majburlamayapsiz. Bilasiz, o'sha qurg'ur IELTSdan 7 olishingiz kerak universitetga kirish uchun. Bilasiz, research paperni yozishingiz kerak. Shu qiladigan ishlaringiz juda ham ko'p, lekin qanaqadir o'zingizda kuch topolmayapsiz. Unda sizga mana shu sizga hozir tushuntirib beradigan praktikam juda ham katta yordam berishi mumkin. Prosta bu narsani kamida 4 kun, 5 kun qilib ko'ring va har kuni o'zingizda bo'layotgan o'zgarishlarni kuzating.
Kichkina sizga savol check-up bilan boshlayman. Sizlarda ham boshqa narsa bo'lganmi? Kechasi 8 soat uxlaysiz, ertalab turasiz, lekin razbitisiz-da. Umuman badaningizdan traktor yurib ketgandagi, miya uyg'onmagan, badan ham zo'rg'a chala yarim uyg'ongan, umuman uyquga to'ymagansiz. Umuman to'ymaysiz. Bir xillarda obed mahal 20 minutmi, 10 minutmi, 30 minutmi ko'zingiz ketib qoladi-da. Shunaqa to'yib, yaxshi uxlab, to'yinib uxlab turasiz. Ketasiz, voy tavba, kechqurun ham shunaqa uxlasamidi? Kechqurun 8 soat, 9 soat uxlab bunaqangi rest olmayman, bunaqa dam ola olmayman, lekin men yo'lda yarim soat uxlab shunaqa yaxshi bodri bo'lib turdim deysiz. Скорее всего, katta ehtimol bilan sizni badaningiz xuddi o'sha non sleep deep rest holatida bo'lgan. Chunki siz hali chuqur uyquga tushmagansiz. Badaningiz, mana buni boshqa yo'l bilan tushuntiradigan bo'lsak, uyqu bo'lmagan chuqur dam olish holati, bu siz 50% badaningiz uxlaydigan holatda-da, 50% miyangiz uxlaydigan holatda. 100% miya o'chmagan, 100% badan o'chmagan. Shunaqa полусонное состояниедasiz. Internetda hozirgi kunda 10 daqiqalik NSDR mashg'ulotini sizga etib qildiradi. Hozir nafas oling, nafasni chiqaring, ko'zlaringizni yuming, katta svetda butun badaningiz bo'ylab yurayotganini tasavvur qiling deb. Agar ingliz tilini, rus tilini bilmaydigan obunachilarim bo'lsa, aytinglar. Men harakat qilaman orqasiga background qo'yib turib, mana shu narsani non sleep deep restni siz bilan birga praktika qilgan videoni yuklashga. Lekin vaqtni cho'zmang. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, internetda NSDR practice deb yozing. Yoki osongina meni Telegram kanalimga o'tib oling. Men kommentariya qismida Telegram kanalimning silkasini qoldiraman. U yerda men o'zim ishlatgan va rostdan ham effekt bo'lgan, stressdan qutulishimga yordam bergan, hayotga bo'lgan qiziqishimni ortishiga, chunki bu narsa kortizolni pasaytiradi-da, dopaminimizni healthy, sog'lom bo'lgan o'zini baseline'iga tushiradi. O'sha narsani tushirganimizda baribir bizani gormonlar boshqaradi. Biz o'ylashimiz mumkin, biz bu badanni boshqaramiz deb, lekin aslida bizani eng katta miyamiz bu oshqozonimiz. Bu umuman boshqa podkast uchun mavzu va miyamizdagi neyromodulyatorlar, gormonlar, neyrotransmitterlar va ular qanaqa bir-biri bilan ishlaydi, sog'lom darajada chiqyaptimi yoki biz brainimizni, miyamizni chiritib yubordikmi, stimulyatsiyalar ko'paygandan. Endi gapni mana bu yerdan boshlaymiz. Bu videoni endi ko'rayotganlarga yoki challenge-da qatnashib, mana shu 10 kunlik marafonda qatnashib, kuzatib borayotganlarga kichkina reminder bo'ladi, напоминание bo'ladi. Biz darhaqiqat hozirda stimulyatsiya juda ham cho'qqiga chiqqan zamonda yashayapmiz. Stimulyatsiya deganda nimani nazarda tutyapman? Telefonlarimiz, mana shu kontent, biz iste'mol ko'zlarimiz, bizni sezgi organlarimiz duchor bo'ladigan любой narsani stimulyatsiya deydi. Endi stimulyatsiya yaxshi bo'lishi mumkin, stimulyatsiya keragidan ortiq kuchli yaxshi bo'lishi mumkin va keragidan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bizga hech qanaqasiga pozitiv yo'lda xizmat qilmaydi. Masalan, ularga yaqqol misol bu ijtimoiy tarmoqlar. Biz soatlab o'tirganimizni, mana prosta telefoningizni olingda, bir kunda qancha vaqt siz Telegramda, qancha vaqt TikTokda yoki Instagramda vaqtingiz o'tayotganini prosta ko'rib chiqing. Soatlab o'tib ketadi. Afsuski biz bu yerda faqatgina vaqt yo'qotmayapmiz. Biz mana bu международный bizda valyuta bor ekan. Bu valyuta hamma ayra boshlash ultimate currency, bu bizda bu dollar emas. Azlarim, bu kriptovalyuta emas. Bu hatto tilla ham emas. Har bir narsaga biz to'laymiz, dopamin bilan to'laymiz. Ichayotgan qahvamizga dopamin bilan to'laymiz. Yozayotgan videoyimizga, izlanishlarga, mana har bitta harakatimiz, chunki biz baribir sezgi organlarimiz bilan bu dunyoda interaction qilamiz, взаимодействие qilamiz, to'g'rimi? Ko'zlarimiz ko'radi, Xudoga shukr, burunlarimiz yaxshi hidda hillaganda stimulyatsiya bo'ladi.
yoki yaxshi kimnidir maqtaganimizda u odam ga nima deydi, приятно qilganimiz uchun o'zimiz ham xursand bo'lamiz. Ashula eshitamiz. Biz har doim 24/7 deyarli stimulyatsiyada yashaymiz va ijtimoiy tarmoqlar bizga kerakligidan ortiq stimulyatsiya berib yuboryapti. Biz slishkom ko'p hozir stimulyatsiyaga duchor bo'lamiz. Endi buni nimasi yomon desangiz, atrofingizda kuzating, depressiya holatlari, stress holatlari, o'zini boshqalarga taqqoslash, o'zidan qoniqmaslik, nima qilsa ham men yetarliman, enough, qo'limdan kelgancha qildim. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Keyingi safar yana qilaman, lekin bundan ortiq qila olmasdim degan bizda deyarli o'y yo'q. Biz har doim o'zimizni urishamiz, koyimiz, nimaga bundan yaxshi qilsam bo'lardi, bundan anaqa, o'zimizdan qoniqmaslik yoki buni teskari tomoni bor bu tangani, hayotga bo'lgan qiziqishni prosta yo'qolishi. Mana ilgari aytganimdek, prosta yoshligingizga taqqoslang. Yangi yilni qanaqa kutardik, to'g'rimi? Voy, mana qorbobolaga ishonardik, mehmonga borishni kutardik. Hozir mehmonga boraman, xolamni bolalari bilan o'ynayman. Mana shu narsalarni kutardik-da, kinoga tushish bir zavq bo'lardi. Lekin hozirda mana shu bizga sun'iy yo'lda mana shu anaqani intimacyni beradigan narsalar bor. Ya'ni ilgari insonlarga talpingan bo'lsa, insonlarga intilgan bo'lsa, hozir bu narsani shishik telefonda prosta yozib qilishimiz mumkin. Lekin bu narsa bir xil bizani oksitotsinimizga, endorfinimizga va boshqa gormonlarimizga bir xil darajada ta'sir qilmaydi. Bu bizga arzon dopaminni beradi. Arzon dopamin bu biz tez olib qo'yamiz bu narsani-da, bu uchun biz xizmat qilmaymiz. Qanchalik tez kelsa, bu narsa tez ketadi. Va bizni dopaminimiz qanchalik tepaga ko'tarilsa, shunchalik pastga baseline tushib ketib qoladi. Qancha tepaga chiqsa, shuncha pastga tushadi. Shuning uchun mana sizga yana bitta yaqqol misol. O'ta vohli, ayniqsa o'ta vohli, hayotni tushunmasdan, qadriyatlarini shakllantirmasdan, hayotda past balandni ko'rmasdan judayam vohli mashhurlikka erishgan insonlarni eslanglar. Masalan, Britney Spears, to'g'rimi? Anaqa bor edi, Kevin baqiradi-yu, rolda o'ynagan bola. Один домада yoshligimizda ko'rardik. Один домада o'ynagan bola, masalan, Nirvanadagi Kurt Cobain, mashhur, judayam vohli erishib qo'ygan odamlarni hayotini analiz qiladigan bo'lsangiz, ular dopaminni judayam vohli, judayam tez va judayam baland darajada olib qo'yishgan. Bum deb tushgandan keyin siz anu haziltaka men depressiya bo'laman demay, azlarim, iloyim hech ham ko'rmang depressiya nimaligini. Mana o'sha odamlarda haqiqatan ham klinik depressiya bo'ladi. Chunki bu narsani o'sha ximiya bilan, miyamizning kimyosi bilan tushuntiradigan bo'lsak, shunaqangi tepaga chiqib ketadiki, qanaqa tepaga chiqsa, shunaqa tezga tushadi, pastga tushadi. Tushgandan keyin odam prosta yotib qoladi. Bo'ldi, unga hech narsa rohat bermaydi. Shuning uchun ham men sizga aytdim. Bu xuddi nima deydi, man qilingan запрещенный веществоlardan odamlar tarchat qiladi-ku, o'tirib qoladi-ku. Mana shu illatlarga, qaramlikka o'xshaydigan narsa bir xil. Chunki miyamizdagi kimyo bir xil, xuddi mana sun'iy qaramlikdagi mana nima deydi, arzon dopamindan oladigan stimulyatsiyalar bizga shunaqa yo'lda, shunaqa formulada bizga ta'sir qiladi. Va qancha ko'p ovorsa, bizda baseline sog'lom yo'lda tushib ulgurmaydi-da, shap etib tashlaveradigan bo'lsa, biz o'zimizni chuqur depressiya holatida his qilamiz. Hech narsa qilishga kuch topa olmaymiz, ertalab uyg'ongimiz ham kelmaydi. Ya'ni boshqacharoq, qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, biz juda ham erkalanib ketganmiz. Biz shu stimulyatsiyalar shunaqa xohlagan ovqatimizni zakaz qilamiz. Taoliylik, xudoga shukrda, qo'limizda mana dostavka yedik, ming xil prilojeniyalar bor, lekin biz erkalanib ketyapmiz. Biz juda ham o'zimizdan ketib qolyapmiz. Qaysi ma'noda? Hamma narsa rostdan ham me'yorida bo'lgani yaxshi. Miyamizdagi kimyo sun'iy ravishda oshib ketgandan keyin, uni tushishi
hali borda, u ko'tarildimi, u hali shunaqa tezlik bilan tushadi. Agar biz maqsadlarimizga sekin, asta, mehnat qilib, tushunib, analiz qilib, introspection qilib yetib boradigan bo'lsak, sekin-sekin boryapmiz, test qilyapmiz, ko'ryapmiz. Aha, demak bunisi o'xshamadi, keyingi safar men bunaqa qilib ko'raman. Aha, bunisi mana bunaqa bo'ldi, endi keyingi safar buni ko'proq qilaman mashg'ulotda deb sekin astalikda boradigan bo'lsak, o'sha yo'llarimizga bizda baribir dopamin tushadi. Bu shunaqa ishlaydi, bu kimyo shunday ishlaydi. Baribir ko'tarildimi tushadi, lekin bu tepaga chiqib duf deb tushadigan darajada tezlikda ko'tarilmaydi va bizda mana bu fluctuationlar emotsiyalarimizda bo'lmaydi. O'sha mashhur odamlarni hayoti nima bilan aksariyat holatda tugaydi? Analiz qiling. Oxirida o'ziga judayam hayotdan to'yib ketgandan hayotiga tochka qo'yishadi ular. Man aytilgan so'zlarni aytmayman, chunki bu videoni YouTube man qilishi mumkin. Shuning uchun ham bunaqa mavzularda qilgan podkastlarimga ayniqsa sizlardan ozgina shedriroq bo'lishni iltimos qilaman. Barnopa davom eting deb menga siz arzon emas, mehnat qilib olishim kerak bo'lgan dopaminlardan bering kommentariyada yozib. Man va meni yaqin odamlarim uni o'qiymiz. Menga har kuni motivatsiya sifatida yuborishadi. Xullas, mana shunaqa mavzular aralashgan, shunaqa so'zlar aralashgan kontentlarni YouTube push qilmaydi. Lekin bu meni xizmatim, bu meni mehnatim. Iltimos qilardim, ayniqsa shunaqa qitmirroq mavzular ishtirok etgan podkastlarda like tugmasini, obunani tekshirib qo'ying va kommentariya qismida ham o'zingizga nima yengillik bo'ldi, shu narsani yozing. Chunki men hozir o'rganayotgan narsalar bo'ladi, wow, уже kamayganda, wow, men buni bilmagandim. To есть bo'lishi mumkin, har kuni qiladigan narsalarimiz, aha, buni ortida mana bunaqa biologik proses turar ekan degan wow holati bo'lishi mumkin, lekin ko'p holatda unday emas. Endi o'sha gap ahamiyat bering, yoki men bu yo'ldan voy mana yo'ldan anaqa urishdi uni, unaqa bo'ldi deb aytamiz. Bu aslida miyamizdagi kimyo. O'sha запрещенный веществоlarga o'tirib qolishadi. Juda ko'p ayollar bilan yurishadi, chunki o'sha mana ma'nodagi bo'shliqni ayollar bilan, o'sha jinsiy aloqa bilan yopgisi keladi, ovqat bilan yopgisi keladi, запрещенный веществоlar bilan yopgisi keladi. Chunki bu narsa tushgandan keyin, dopamin резко ko'tarilib tushgandan keyin va inson hayotida judayam kam vaqt ichida hali o'zi yosh bo'lib turib, hali hayotida nima uchun qadriyatlarni aniqlab olish kerak deyapman. Chunki o'shanda mana mamtimizda bog'liqlik bo'ladi-da, biz qayoqqa ketayotganimiz, aslida nimaga yashayotganimizni tushunib, anglab, buni hamma narsa sinovligi, bizga berilgan mashina sinovligi, bizga berayotgan pul sinovligi, o'sha narsalarga inson kelib hali to'xtalmagan bo'ladi-da. Mana o'shani один домада qatnashgan bola, ishtirok etgan bolani hayotini olaylik, u bola juda ham yosh bo'lgan. Juda yosh bo'lgan, ota-onasiga keyin katta villa uy olib bergan, faqat paxat qilgan, ishlagan, lekin u bola hali bunaqangi katta darajadagi международный fame'ga, mashhurlikka tayyor bo'lmagan. U aqli yosh bola bo'lgan, u hali hayotda nimaga yashayotgani, qadriyatlari, hayotni sinovi u hali tushunmagan va shu dopamin ko'tarilgan va u bola keyinchalik rasmlari ham chiqib ketgan, do'y postlar ko'rishingiz mumkin-da. Juda ham achinarli holat. Chuqur depressiyaga tushadi, bir necha marta o'zini hayotini to'xtatmoqchi bo'ladi o'sha aktyorda. Hayotdan hech qanaqa ma'no ko'rmaydi, запрещенный веществоlarga o'tirib qoladi, хоть как-то o'zini xursand his qilish uchun. Chunki mana mamutdagi bo'shliq резко paydo bo'lgan, u hali hech balon tushunib ulgurmagan va u nima qilishini bilmagan. Britni Spirs olaylik. Britni Spirs ham относительно men judayam mega talantливый artist deb hisoblayman, to'g'risi. Mega talantливый artist deb hisoblayman. Haqiqatan ham o'zini yoshida shunchalik mehnat qilish, kuniga 20 soatlab mehnat qilish, bu hammaga ham emas-da, lekin butun oila a'zolari keyin natijada qarasa yoshgina qiz pul topyapti, uni yelkasiga o'tirib olishadi, faqat foydalanishadi. Hayotda qadriyatlari o'zini tushunib ulgurmasdan shunaqa sinov keladi unga va u o'zi nimaga yashayapman, nima qilaman yashab deb hech qanaqa ma'no hayotdan ko'rmaydi. Xullas, bunaqa narsalarni o'tirib analiz qiladigan bo'lsangiz, sezishingiz mumkin, что mana tez mashhurlik, tez pul, tez mana shu narsa kelgan narsa bizni baribir
xursand qiladi-yu, mashhurlik xursand qiladi. Ну, pul bizni xursand qiladi. Ko'p narsalarga bizga позволить qilishimizga freedom da freedom beradi bizga. Albatta dopamin oshadi, lekin bu qancha tez kelsa, mana yana boshqa misolar, lotereya yutib olganlarni ham research qiling, juda ham qiziqda. Lotereyani 1 million, 2 million dollar manna qilib yutib olgan odamlar. Ularni aksariyati adashmasa, mana shu statistikani tekshirish kerak, 2 yoki 3 yil ichida qancha pulga lotereya yutishdan oldin ega bo'lgan bo'lsa, o'sha darajaga shuncha payt ichida prosta kelib qoladi-da. Prosta kelib qoladi. Chunki mana tez kelgan narsa, mana dopaminda tez kelsa, tez ketadi. Qaysi ma'noda? Chunki u qancha tepaga chiqsa, shuncha tez pastga tushadi. Endi to'satdan katta pulga erishib o'zini yo'qotmagan insonlar ham bor, lekin yana ahamiyat bering, ular qadriyatlarini aniqlagan insonlar, nima yashayapti, nima qilyapti, hayoti sinovligi, bu pullarga bog'lanish kerak emasligi, bu mashhurlik, u shunchaki unga tegishli emasligini, mana shu o'zi bilan o'zi kelishib olgan odamlar bo'ladi, xullas. Endi MSDR ga qaytsak, mana bu uzun podkast bo'ladi. Qahva damlang, o'tiring, nima deydi, prosta gaplashib o'tiribmiz. Siz eshitib, o'zingizga qatida qo'shilsangiz yozib qo'ying, videoni to'xtatib, qanaqadir fikrlar tug'ilib qolsa yozing. Qiziq birgalikda tahlil qilamiz, birgalikda mulohaza qilamiz. Endi MSDR, menda ham mana shu narsa bo'lganini sizga oldingi videoda aytdim. Hayotda zavq, men o'zi hayotda maza qilib, kulib, tirjayib juda ham kam odam meni xafa yurganimni ko'radi. Deyarli har doim kulib yuradigan pozitiv insonman. Fevralda nima sezonman? Menda o'sha adegoniya boshlanyapti. Hech narsa menga radost olib kelmayapti. Unaqa xursand bo'la olmayapman, kulyapman, prosta nima deydi, kitayskiy ulыбка bo'ladi. Hammaga kulib qo'yasiz, prosta tak, lekin ichimdan, qalbimdan kulmayotganimni his qilyapman. Keyin aytganman, yo'q, hammasi shu stimulyatsiyalarni ko'payib ketgandan. Stimulyatsiyalarni sekin asta kamaytiramiz va to'g'ri praktikalarni qo'llaymiz deb. Mana hozir Telegram kanalimda bo'layotgan o'sha 10 kunlik challenge marafon doirasidagi praktikalar sinalgan va har kuni любой odam men nazarimda qilsa bo'ladigan mashg'ulotlardan tashkil topgan. Shu narsalar haqida gapirar ekanmiz. Eng ko'p tushunmovchilik MSDR, non-sleep deep rest praktikasi haqida bo'lgan. MSDR aytganimdek, uxlamay turib badanimiz polusonni, miyamiz polusonni, lekin bu bizani dopaminimizni qaytadan baland qilib olishga, reset qilishga yordam beradi. Shuning uchun ham uxlamaslik, uxlamasdan o'qish, uxlamay harakat qildi degan narsa bu aslida bizga juda ham gubitildan, bizga juda yomon ta'sir qiladi. Nimaga? Chunki ayni uxlagan paytimizda hamma organizmimiz o'sha anonsiga tushadi, baseline-ga tushib, ertangi kunga bizni bodrichok qilib, svejiy огурчик qilib, bodrinchik qilib bizni reset qilib, yangi kunga tayyorlaydi-da. Biz uxlamaydigan bo'lsak, u qurib ketgur tushib, normalizatsiya qilishga ulgurmaydi. MSDR bu 10 daqiqalik, 15-20 daqiqalik polusonni, lekin uxlamasdan uyg'oq bo'lib uyg'oqmassiz, uxlab qolmayapsiz. Mana shu holat hisoblanadi. U narsani обязательно bir yo'l bilan qilish shart emas. Bu narsani hatto yotib qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, o'zingizga udobniy pozitsiyani olasiz. Siz bilan qanaqa qilinish haqida gaplashsak, o'zingizga udobniy pozitsiyada men ko'pincha o'tirib qilaman. O'tirib, divanga o'tirib olaman. O'tirishingiz mumkin. Mana bitta divanim bor, divanga o'tiraman va naryoqda mana bambukimni ko'rishingiz mumkin. O'sha bambukka qarab olaman va men bu narsani stimulyatsiyasiz qilganman, lekin sizga osonroq bo'lishi uchun, boshida ko'nikishingiz uchun o'sha 10 daqiqalik guided sizga aytib turadi nima qilishni. O'sha praktikani qilishingiz mumkin. Buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Men qilganim yaxshiroq, siz qilganingiz yomon yo'q. Qilsangiz bo'ldi. O'sha sizga guided practice-dagi nimalar qilishingiz kerakligini aytayotgan tovushga eshitib, nafas ol deganda nafas olib, qanaqa chiqarish kerak o'shalarni amal qiladigan bo'lsangiz, bundan mana aytganimdek, videoni boshida 3 kun qiling, 4-kunda уже siz qalbingiz, miyangiz xotirjamroq, badaningiz xotirjamroq bo'lib qolganini his qilishni boshlaysiz. Birinchisi, o'zingizga udobniy положение oling. Men divanda o'tirib olaman dedim. Va o'shanaqani boshlaysiz va hammasi nafas olishdan boshlanadi. Qarang, bizda nerv sistemamiz ikki xil holatda ishlaydi. Sympathetic va parasympathetic. Sympathetic simpatiya so'ziga o'xshaydi, lekin bu uni teskari hisoblanadi. Sympathetic. Simpatik
nerv tizimi. O'sha holatda ishlayotganimizda begi ur va qoch, fight and flight bo'ladi. Biz agitated bo'lamiz, bir nimalarni kutamiz. Bu holatda nerv sistemamiz qonni tez aylantiradi, mana gipertoniya bor, qon bosimini oshishi, pulsimiz baland bo'lishi, hamma balo asabdan, hamma kasalliklar o'zi asabdan deydi-yu. Bu gap menimcha butunlay to'g'ri bo'lmasa, aniq qisman to'g'ri. Nimaga tushuntiraman? Chunki bizni har bitta anaqamizda baribir asab nerv tolalari bor-ku, to'g'rimi? Nerv tolalari bor. Butun badanimizda bor. Mamtizni chimchilayman, masalan, og'riqni his qilamiz, issuvni his qilamiz, to'g'rimi? Biz baribir ham o'sha hammasi asabdan deganda nimani aytadi? Endi tasavvur qiling. 10 yillab, 20 yillab faqat mana shunaqa fight and flight modda yashagan insonda kortizol baland bo'ladi, adrenalin doim baland bo'ladi. Kortizol, adrenalin, mana shu tez hamma narsani qilish tizimida yashaydigan odam unda katta ehtimol bilan qon bosimi ham baland bo'ladi-da, agar bu ortiqcha vazn bilan bog'liq bo'lmasa. Ya'ni bu уже bizani organizmimizni istashsheniyasiga, tezroq chirishiga olib keladi. Chunki bizani уже manba anaqalarimiz, vessellarimiz, qon tashiydigan vessellarimiz уже tez kachat qilyapti qonni-da. Bu rostdan ham ko'p kasalliklarga olib kelishi mumkin. Va parasympathetic nervous systemda, parasimpatический nervni sistemada bo'lsa, rest and digest. Buni laqabi rest va digest. Dam ol va hazm qil. Ya'ni biz gap ham bor-ku, kstati, fikrlarim toshib keladi-da shu kamerani qo'ygandan keyin. Ovqatni tushunmasdan tez yegan odam tez nima qiladi? Ves oladi-da, ortiqcha vaznga ega bo'ladi. Vazndan qutulish uchun juda ko'p psixologlar, kstati, vazndan qutulish bilan psixologlar ham ishlaydi. Psixologlar, mana shu coachlar, nutritsiologlar beradigan eng zo'r maslahatlardan, masalan, 5 ta maslahat bor desa, eng ishlaydigan, o'sha 5 ta zo'r ishlaydigan maslahatlardan biri bu ongli ravishda осознанно, shoshmasdan, telefonni o'chirib, televizorni o'chirib, kompyuterni yopib, haqiqatan ham ichayotgan narsangizni his qilib, yeyotgan narsangizni strukturalariga, mana bunaqa ekan, g'irchillabdi, bilmadim, bodring yeyapsizmi, his qilib yeyish. Nimaga? Chunki bu bizni parasympathetic nervous systemda ovqatni tanovul qilayotganimizdan dalolat. Va parasympatheticda bo'lsa, biz shu yerdamiz. Biz shoshib, xayolan qayerlarda yurganimiz yo'q. 2 ta dona yegan kotletimizga mamnun to'yibamiz. Chunki biz xayolimiz ovqat yeyish paytida mana shu yoqda badanimiz bilan ulangan. Tushunyapsiz-a? Bizni maqsadimiz NSDR praktikasi orqali miyamizni badanimizga qaytarish va badanimiz va miyamiz orasidagi alignment, connectionni, bog'liqlikni ustanovit qilish hisoblanadi. Mana bizni maqsadimiz. Chunki agar bular bir-biriga bog'lanmasa, ko'pincha bizning miyamiz boshqa joyda, yo'q kelajakda, yo'ki o'tmishda, badanimiz bo'lsa hozirda bo'ladi. Badan har doim hozirda bo'ladi. Qachonlardir yegan narsangiz, qilgan sportlaringiz bizda masalan 3 oydan beri qilib kelayotgan, endi badaningizda bilinayotgandir, lekin badan fizически har doim hozirda bo'ladi. Miyamiz bo'lsa doim ertangi kun tashvishlari, kechagi kundagi armonlar shu holatda ko'proq bo'ladi-da. Va bu holatda yashagan inson stressga moyil bo'ladi. Bu holatda yashagan inson o'ziga juda ham ko'p asab bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni orttirib olishi mumkin. Bizga bu aslarim kerak emas. Shuning uchun ham NSDR ni o'rganamiz. 10 daqiqa hayotingizda 10 daqiqa ajrating. Shu qurib ketgur reelslarga ham kerak emas narsalarga ham ketib qolyapti. Bir chiroyli burchak topamiz, o'zimizga udobniy pozitsiyada o'tiramiz va nafas mashqlaridan boshlaymiz. Simpathetic, mana sezganmisiz, odam stressda bo'lganda tez nafas oladi. Mana shunaqa nafas oladi. Mana nafasni olish, birinimizdan nafas olish bizni o'sha fight and flightda sympathetic nervous systemni activate qiladi. O'shani yoqadi.
yoqadi. Lekin biz nafasni chiqarganimizda parasympathetic, bizni spokойно qiladigan rest and digest modiga anaqasiga o'tadi. Mana telefoningizda ham har xil energiya sберегающий rejim bor, har xil rejimlar bor-ku. Mana bizning badanimizda ham nervimiz ikki xil rejimda ishlaydi. Fight and flight va rest and digest ishlaydi. Rest and digest ham qolib ketish kerak emas, fight and flight ham qolib ketish kerak emas. Ko'p vaqt prosta bilishingiz kerak. Ba'zida sizga alert bo'lgan, jamlab olgan kortizol juda ham kerak. Adrenalin juda ham kerak. Ba'zida bo'lsa, masalan, shu ovqat tanovul qilish, olingan bilimlarni bizga yuqtirish, kstati mana eng ko'p bo'lgan 2018-yilda, 2020-yilda bo'lgan, mana bu yerda исследованияларni yozib qo'ydim. Research tadqiqotlardan kelib chiqib, mana shu xulosaga kelinganda, mana olingan bilim bizda rostdan sink qilish uchun, bizga yuqishi uchun bizga mana shu non sleep depress kerak. Nafas mashqlaridan boshlaysiz. Tez-tez 2 marta burningizdan nafas olasiz va mana bu yerda trubochka oldim. Labingiz unaqa holatda bo'lishi kerak. Mana xuddiki sizda og'zingizda trubochka bor-da. Chuqur chiqarasiz. Keyin bir marta nafas olasiz. Bir marta. Chiqarayotganingizda chuqur chiqarishga harakat qiling. Endi nafas olish texnikasi bilan biz parasympathetic nervous systemga switch qildik, ko'chdik, o'tdik. Endi eng qizig'i boshlanadi. Siz ko'zingizni yumasiz, azizlarim, bu yerda MSDRda aslida ko'zni yumib qilish kerak. Nuqtaga termulish, agar hammani ham nuqtaga termulishni challenge'imizni boshida berganimda, "Voy, shuncha narsa qilish kerak ekan" deb to'polon qilishinglar mumkin edi. Aslida MSDR ko'zingizni yumib, tasavvuringizni ishga solib, sekin o'sha mana eng yaxshi praktika yordam beradigan MSDR audiosini tashlab qo'yaman. Eshitinglar, birgalikda qilinglar. Tasavvur qilamiz, har bitta badanimizni partini, har bitta badanimizni his qilishimiz kerak. Va pastdan tepaga qarab sekin chiqamiz. Masalan, men divanda o'tiribman, siz ko'rpachada o'tirishingiz mumkin. Ko'rpachaga o'tirib oldingiz yerga, oyog'ingizni challik qilib oldingiz. Sizga udobni bo'lish uchun mana bunaqangizni ushlash uchun postureni, ko'zlaringiz yumilgan, 3 marta o'sha nafas, chuqur nafas chiqarish, nafas olish va chuqur nafas chiqarishni qildingizda, undan keyin ko'zingizni yumib, oldingizda xuddi bitta dumaloq yarki shar borligini tasavvur qilasiz. Yorug' shar bor va u nurlik sizni ichingizga kiryapti. Polностью badaningizga oqyapti. Sizni badaningiz oqyapti, flow qilyapti, xuddi suzyapti va butun borliq bilan uyg'unlashyapti. Tasavvur qilasiz, o'tirasiz, ko'zingizni yumasiz, o'sha mana yorug'lik kirdi, sizga polностью organizmingizga kirdi va birinchi ahamiyat berishni boshlaydigan narsangiz oyoqlaringiz. Oyoqlaringizni uchi, har bitta barmog'ingiz qimillatib ko'rasiz, barmoqlaringizni his qildingiz. Keyin u sizni kolenkalaringizga, tizzalaringizga chiqadi u nur. Nurni chiqarasiz, ko'zingizda tasavvur qilasiz, tekis yelkangizni qilib o'tirgansiz. Nafasingiz ham ровный, tizzalaringizga chiqdi, tizzangizda u yorug'lik turibdi. Tizzalaringizni his qiling, mana o'sha brain bilan body'ni connectionini siz qaytaryapsiz-da. Sekin-sekin o'sha ko'rpachani tagida xuddi nima bordi, suyuqlik bordi, o'shanga sekin basseynni cho'kib tagiga kirayotganingizni, har safar bitta organingizga chiqqaningizda, mana pastdan tepaga qarab yurganingizda, sekin-sekin o'sha suyuqlikning ichiga tushib ketayotganingizni tasavvur qilishingiz kerak. Boshida kulgili eshitiladimi? Eshitiladi. Ayniqsa, ilgari bunaqa praktikalarni qilmagan bo'lsangiz. Skeptически относиться qilasizmi? Ishonmasdan, bo'lmagan gap, nafas bilan nima qilasiz. Lekin bu tadqiqotlarda sinab ko'rilgan. Bu rostdan ham sinalgan metod. Buni kimdir yana meditatsiya deydi, yoga nidra deydi, to'g'rimi? Осознанность deydi. Lekin men aynan mana bu vuvuga ketib qolmadim-da, imенно miyamizga bo'lgan ta'sirini
izuchать qilib chiqdim, research qilib chiqdim. Neyroplastisitga yordam berar ekan. Biza yosh o'tgan sari bizda neyroplastiklik, miyamizni gibkosти, egiluvchanligi pasayishi, kamayishi boshlaydi. Biz yangi narsalarga yopiqroq bo'lamiz, yangi bilimlarga yopiqroq bo'lamiz. Yosh bolalarda bu pikda bo'ladi. Ayniqsa 3 yoshgacha. Shuncha aytishadi-ku, 3 yoshgacha bolaga beradigan bilimingizni berib yuboring deydi-yu. Agar bu narsa sizga qiziq bo'lsa yozib qoldiring. Neuroplasticity deb bu ham vapshim qiziq anaqa mavzu. Shunaqa qiziq mavzu. Xullas shunaqa gaplar. Research qildim, men ham ishoning, men ham bu narsalarga ishonmasdim. Qotib yurardim. Men nafasimni olib, nafas chiqarib bir nimaga erisharmidim derdim. Lekin haqiqatan ham bizada biologicheskiy creaturelarimiz-ku. Nafas olish, nafas chiqarish prosta ahamiyat bering. Mana yosh bola yig'laganda qilib yig'laydi-ku, qiladi-ku. Mana sezganmisiz? Hech ahamiyat berganmisiz? Notice qiling. Tez qilish. Mana bizani eng tez nervdan tushirishi mumkin bo'lgan dihательный praktika bu 2 marta birinizdan tez inhale qilish. Chuqur qilasiz. Boshida bu mashqlar, masalan, o'tirib 5 minut mana shu dihaniya mashqini qiladigan bo'lsangiz, boshingiz shunaqa aylanadi, boshlaringiz aylanib ketadi. Nimaga? Chunki miyangizga kislorod borishi boshlagan. Siz buncha ko'p kislorodni ilgari his qilmagansiz. Hozir sizga chuqur o'pkangizni past, o'pkangizni hamma pufakchalari ochilyapti. Siz полностью nafas olyapsiz va miyangizga bu kislorod boryapti. Miyamiz qachon yaxshi ishlaydi? Kislorod borishi tez bo'lsa, shuning uchun ham yugurish, sport eng zo'r miyangizga qilishingiz mumkin bo'lgan nimalardan hisoblanadi, praktikalardan hisoblanadi. Va NSDR ham bizda neyroplastiknostga ayniqsa yordam berar ekan. Cognitionga yordam berar ekan. Eslab qolish, miyamizni aqlliroq bo'lishiga, memory consolidationga yordam berar ekan. O'rgangan narsangizni, bilimingizni tez yuqishini xohlasangiz, chopingda borib 5 minut hech narsa qilmasdan stimulyatsiyasiz 2-3 marta nafas olib, o'sha badaningizni his qilib, prosta o'tirib ko'ring. Chunki mana miyangizga kirgan bilim qayoqqa borishni bilmaydi. Qayoqqa yuramiz? Bolalar, qayoqqa yuramiz deydi. Keyin o'sha bilimchalar borib kerakli polkalarga tushib boshlaydi. Agar bu paytda bilim olishimiz bilan biz scrollinglar qilsak, kerak emas narsalarni qiladigan bo'lsak, u narsa prosta qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, tualetkimda oqizib yuborganingizdek bo'ladi. Olgan bilimingizni shunda flash qilib yubordingiz. Bizga bu kerak emas. Yana undan tashqari odamlarda mana shu researchdan kelib chiqib aniqlashibdi va ular o'zi izначально o'rganayotgan narsaligi miyamizga bo'lgan ta'siri bo'lgan, lekin bu narsa nafaqat miyamizga, balki physical body'imizga ham ta'siri juda ham yaxshi bo'lgan ekan. Masalan, motor skillslar yaxshilangani kuzatilgan ekan odamlarda, qo'li bilan qilishda inflammation, yallig'lanish, organizmimizdagi yallig'lanishi kamayganini qayd qilishgan ekan. Stress va mana anxiety boru, har doim nервничать qilish, suitsiya qilish, o'shani kamaygani, uyqu yaxshilangani ham bu исследованиялар natijasida kuzatilgan ekan. Umid qilamanki, bu uzun podkast sizga foydali bo'ldi va undan ham ko'proq umid qilaman NSDR praktikasini har kunlik hayotingizga tatbiq etishni boshlaysiz. Buni Telegram kanalimdan o'tib kuzatayotganlarga, ha, bilaman, kommentariyada tapchkalar menga otmanglar. Nuqtaga qarash, diqqatni yig'ish praktikasi hisoblanadi. U вообще shikarniy praktika. Ayniqsa sizlar IELTSga tayyorlanayotgan talabalarimsizlar. Shuning uchun sizlarga shu praktikani aytgandim. Diqqatingizni, tarqoqligini his qilsangiz, nuqul chalg'itib o'tirsangiz, bitta narsaga diqqatingizni jamlay olmasangiz, mana NSDR ham yordam beradi, lekin unga qo'shib bitta nuqtaga qarab turish praktikasini qilsangiz, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha